Go'zallik ehtimol biologiyaning eng ayyorona nayranglaridan biri. Darvin erkak tustovuq dumini yoyganidagi go'zalligi oldida boshini qashigan edi. Tustovuq dumi o'ta chiroyli va amaliy maqsadsizdek, ammo urg'ochini o'ziga rom etadi. Jinsiy tanlanish nazariyasi aytadiki, go'zallik genetik salomatlikdan signal beradi. Ya'ni simmetriya, yorqinlik va murakkablik qarama-qarshi jins vakiliga meni tanlasang farzanding ko'rkamroq bo'ladi deb pichirlaydi go'yo. Hatto bizning tabiatning yumaloq tepaliklari, oqib turgan suvlariga bo'lgan intilishimiz 11700 yil avvalgi Pleistocene davridagi omon qolish instinktlarining ehosi natijasidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, insonlar tabiiy ravishda savannaga o'xshash tabiat muhitlarini afzal ko'rishadi. Bu bizni Afrikadagi ildizlarimizdan qolgan meros bo'lib, u yerda o'sha davrda bunday manzaralar biz uchun zarur resurslar va xavfsizlikni va'da qilgan. Demak, go'zallik tushunchasi omon qolish algoritmi sifatida boshlangan va bizning DNKmizga muhrlangan. Ammo biologiya bu faqat birinchi qatlamdir. Madaniyat maydonidagi go'zallik tushunchalari esa chinakamiga murakkablashdi va ming xil niqoblarda namoyon bo'ladi. Masalan, Renessans davridagi oltin nisbat, ilohiy proporsiyalardan bo'lgan hayrat va ularga bo'lgan xayrixohlikni olaylik. Bunga qarama-qarshi qilib Yaponiyaning oddiylik ichra nafislikni ko'radigan wabi-sabi go'zallik konsepsiyasini keltirish mumkin. 18-asr Yevropasida semiz tana boylik belgisi edi. Bugungi kunda esa biz aynan ozg'inlikka intizom belgisi sifatida qaraymiz. Faylasuf Mishel Fuko bunday xilma-xillikni heterotopiyalar, ya'ni normalar bukiladigan makonlar deb atagan. Bu makonda go'zallik, kuch-qudrat, an'ana va isyonni o'zaro bog'lab turuvchi ko'rinmas bir ipga aylanadi. U muloqotning o'ziga xos bir turidir. Endi esa sahnaga neyrobiologiya chiqadi. Go'zallik bu asab tizimining simfoniyasi. Qachonki biz estetik jihatdan yoqimli bir narsani, masalan, Baxning fugasini tinglaganimizda yoki Van Goghning Yulduzli tun asariga termilganimizda miyaning orbifrontal cortex nomli zonasi faollashadi. U esa miyani kimyoviy jihatdan rag'batlantirish uchun javob beradi. Yuqorida tilga olingan oltin nisbatni biz kunga boqar gullaridan tortib Parthenon arxitekturasigacha bo'lgan obyektlardan topishimiz mumkin. Va bu kabi obyektlarni biz juda go'zal deb hisoblaymiz. Negaki uning tagida buning uchun ilmiy asos yotadi. Shuningdek, biz o'zimizga tanish bo'lgan obyektlarni jozibaliroq deb hisoblaymiz. The mere exposure effektiga ko'ra, biz o'zimiznikiga o'xshagan yuzlar yoki yoshlikdan yaxshi tanish bo'lgan musiqalarni ko'proq yoqtiramiz. Demak, go'zallik faqat ko'zda emas, u miya tarmog'i va insonni hayotiy tajribasining uyg'unligidir. Go'zallik bu ilohiy, ham bunyodkor, ham vayronkor kuchdir. Gomerning Iliadasida go'zal Helenaga bo'lgan muhabbat Troyaga qarshi urush ochilishiga va keyinchalik uning halokatiga olib keladi. Qadimgi Hindistonning Natya Shastra asarida esa go'zallik ilohiylikka olib boruvchi eshik sifatida ulug'lanadi. Aqlni shoshirib qo'yadigan paradoks shundan iboratki, go'zallik har bir madaniyatda ham ilohiy ne'mat, ham xavfli tuzoq sifatida tasvirlanadi. U haqida orzu qilish va unga intilish yoki yuksalishga yoki qulashga olib kelishi mumkin. Go'zallik asirlikka olishni xush yoqtiradigan qudratli kuch. Unga yaqin yo'layotganlar katta tavakkalga borayotganliklarini yaxshi anglashlari lozim. Sofi ibn al-Arabiy haqiqiy va yuksak go'zallik shaklga ega emasligini aytadi, lekin uni ko'rmoqchi bo'lganlar avvaliga sinovlardan o'tishlari lozim bo'ladi. Zero eng yuksak go'zallik o'z jamolini hamma uchun ham ochavermaydi.